Başqa soğuq saylarni etishni o'qimasangiz hech qisi yo'q, lekin men aytgan so'uq sayni etishni o'rganib olmasangiz bak ziyon tortisizmi? Yazning issiq kunlarida tomoq yegingiz kelmay, ishtahingiz tutilib qolgan kunlari bolalaringizga manodek so'uq say etib bering. Tolishib turib yeb ketadi, ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval dufupi piyozni videoda ko'rsatgan bo'yicha siralatda inchik to'g'rab olamiz. Qizil seriq sabzilardan moslashtirib qirib olamiz. Buning azroq tuz silib tekshirlashtirib olsak suvi chiqadi. Sabzining suyini siqib cho'ngroq qachig'i olib olamiz. Ko'rib mishaykapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik murabba, bozorlik so'uq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiya nomeri shu. Dufupi inchik pintoza duyani 1 minut qaynatib elib olamiz. Piyaz, şomila, samsaqni ushshaq janab selib etimiz. Bir chumush qizg'an mayini ustiga qo'yib olsak, ajoyib mizlik bir chiqdi. Uningdan cho'ng ustamning so'uq say tetitqisidan bir bo'loq selib etimiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish oilda so'uq say assam ta'mini, rangini yaxshi chiqarmayotma degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab yiqinglar, ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Uningdan tam berish uchun 2 qo'sh atrofida shuncha qo'yamiz. Sabziga tuz sag'anligimiz uchun tuz samaduq. So'uq sayda komboz bo'lmaydigan yarim piyola achchiq suv, azroq suv qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Manda so'uq say etishni o'rganib olib, cho'nglarning oldiga keladigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi. O'rganib oldingizmi?